Assalomu alaykum aziz va qadrli obunachilar va yurtdoshlar. Mana bugun sizlarga original bo'lgan nemetskiy standart asosida ishlagan Aren firmamizning 17 ot kuchlik benzinli motoblogini to'g'ri obzorini qo'yamiz. Ekranga yaxshirab o'rnashib oling, like, podpiskani bosib, bu 17 ot kuchlik Aren motobloglarini to'g'riroq obzorini bilmoqchi bo'lsangiz, kanalga a'zo bo'lib qo'ying. 17 ot kuchligi, 9 ot kuchligi, 7 ga 9 va sizlar uchun 13 ot kuchli solyarkaliklari ham mavjud. Bu Aren motobloglari O'zbekistonda nomer 1 motobloglardan hisoblanadi. Ancha sifati zo'r va yaxshi motobloglar bo'ladi. Chunki Aren motobloglari quyma blok, mana bu yerda ko'rishingiz mumkin, quyma bloklarda jihozlangan va qalin blok va yaxshi balonlar qo'yilgan bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, motorlari ko'pchilik motobloklarda motorlari 192 yozilgan bilan 190, 188 bo'lishi mumkin, lekin bu motoblogimiz 192, как положено 192 motoblok hisoblanadi. Chunki motoblogimizda shirik kodlar qo'yilgan, firma blogga ham Aren deb yozilgan, 192F motor bilan jihozlangan bo'ladi. Mabodo videoda ko'rmagan bo'lsa, kelib bemalol ko'rishingiz mumkin. Komplektlarda o'zlarini eng zamonaviy yaxshi frezalari mavjud. Frezasini o'zi ham eng kamida 30 ming, 35 ming to'g'ri qimmat eng zamonaviy yaxshi frezalardan qo'yilgan bo'ladi. 192F motorlar bilan jihozlangan, garantiyalari akalar moylariga, benzinlariga qarab yursalaringiz eng kamida 5 yildan 5 yil, 6 yil yaxshi ish beradigan motoblok hisoblanadi. Motoblokda qachonki moyini e'tibor bermasangiz, kolsavat bo'ladi, kolsavat ketadi. Moyini e'tibor bermasangiz, motor yoradi. Shu joylarini garantiya berilmaydi, lekin motor korobkasi sifatida ancha baquvvat ishlangan. Mana bemalol ko'rishingiz mumkin, korobkalar ancha baquvvat ishlangan bo'ladi. Endi buni korobkasi ko'pchilik telefon qilishadi. Buni korobkasi nechilik akalar? Motoblokda olayotganda sotuvchiga buni korobkasi nechilik deb savol bermaysizlar. Chunki motoblokda faqat 2 xil korobka qo'yiladi. 7 ot kuchliga qo'yiladigan korobka, mana 7 ot kuchli korobka va katta korobka qo'yiladi. Misol bu 17 taliklari korobkasi deyiladi. Bu 17 talik motoblok korobkasi bo'lgandan keyin buni moy sig'imi 3 litr 208 litrdan 3 litrgacha moy ketadigan sig'im bo'ladi. Sifatlari ham zo'r. Aren firmani moli, germanskiy standart asosida ishlangan mol. Buni 7 taliklari juda xadovoy edi. Uni tugatdi. 7 taliklari endi bo'lsa bahor oyiga yetib keladi katta partiyada. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Buni narxlari keladigan bo'lsak, skidka narxlarda tushib qolgan. Chunki bu motobloklarda ko'pchilik joylarda yaxshi bilishadi. Aren desa hamma juda vafshi sifati zo'r motoblok tushunishadi. Albatta, Aren motobloklar sifat jihatdan ancha yaxshi motoblok, lekin shuning uchun men sizlarga ayta olaman, motoblok olayotganda adashmangizlar. Motoblokni sifatiga e'tibor, motor, korobka baquvvat bo'lsa, yurak korobka bo'lsa bo'ldi. Buni sizlarga oddiy bir pachimliligiga qiziqib yoki bir oddiy bir sizlarga maqtaganga bir roliga qiziqib yoki bir anonsiga qiziqib olish umuman sizlar uchun xato. Motoblok olayotganda ko'rinishiga emas, mana buni yuragiga e'tibor beringizlar. Yuragi ancha baquvvat, yaxshi ishlangan bo'lsa, sifatlari ancha yaxshi ishlangan motoblok bo'lsa, sizga shuncha vaqt uzoq xizmat qilib beradi. Motoblok, Aren motobloklarini olib borasiz, apkatga qilasiz, ishlatasiz. Kamida 4-5 yildan beri ishlatadigan akalarimiz mavjud. Imini 7 taligini ham. Bu 17 talik. Tem bo'li sifatlari ancha yaxshi ishlangan. Like, podpiskani bosasiz, kommentariyaga banglatib, tekiniga sizga bitta drill podarka qilamiz. Kelasiz, moylari ichida, hamma narsasi ichida 7 million 500 mingdan xarid qilishingiz mumkin. Shoshilib qolasizlar. 17 ot kuchlik originalidan garantiyalarini yozdirib olib ketaverasizlar. Garantiyalari motor blokka 100% zavod tomonidan chiqqan birrak defekt hamma narsasiga beriladi. Motorga, korobkaga, starterga bexijolat.
Endi misol buyog'ini ko'raverasizlar. Yurak jamoa baquvvat bo'lsa, ancha aql yaxshi ishlangan bo'ladi. 2.600.000 so'mdan 7 kuchlilarimiz mavjud. Ko'pchilik joylarda 3.200.000 so'm sotilayotgan ekan. 2.600.000 so'm qayerda bor? Bunisini sizlarga biz aksiya qilib qo'yganmiz. Shoshilib qoling. 3.600.000 so'm eng zo'r bo'lgan mana shu texab motorlar 7 taligi. Sizlar uchun 3.600.000 so'm, 1.500.000 so'm bemalol ko'raverasizlar. Kelib bemalol cheklanmagan miqdorda xarid qilishingiz mumkin. Benzopilalar xalqin 400.000 so'mdan boshlab har xil Royal, Oligan, Texa hamma turidan olib kelib qo'yganmiz. Kelib xarid qilishingiz mumkin. Tak, dori apparatlarimiz ko'rishingiz mumkin. 700.000 so'm original Texa dori apparatimiz 700.000 so'mdan kelib xarid qilishingiz mumkin. Motorlar 700.000, 800.000 so'mdan o'ziga qarab kelaveradi motorlarimiz. 15 talik ham hamma turidan mavjud. Endi 7 talik Solarishni keladigan bo'lsak, mana 7 talik Solariklarimiz 2.500.000 so'mdan kelib cheklanmagan miqdorda xarid qilishingiz mumkin. Motobloglar optim narxlarda, optim bazadan, optim narxlarda chiqyapti. Cheklanmagan miqdorda tak mayda mana agentlarning ichiga ishlov berish uchun olib kelib qo'yganmiz. Kichkinasidan kelib xarid qilishingiz mumkin. 6 million so'mdan chiqyapti. Kimga nechta kerak bo'lsa, kelib xarid qiladi. Like, podpiskani bosib keladigan joylaringiz sog' bo'lsin.